Assalomu alaykum. Kraska muxlislari. Tavsiya bilan chiqmoqchiman. Uy qurayotgan odamlarga, uyini remont qilayotgan odamlarga mana bu kraska haqida ma'lumot bermoqchiman, tavsiya qilmoqchiman. Oshxonaga qildiringlar. Buni zarari bormi, yo'qmi bilmadim-u, bitta foydasi bor ekan. Bu kraska haqida ozgina ma'lumot beraman. Bu kraskaning ichida rezinkasi bor. O'zbekistonga endi kirib keldi deyishdi bu narsani. Lekin zo'r narsa ekan, aytganlaricha bor. O'ziga hech qanaqa dona qabul qilmaydi. Agar kraskanada ishlaydigan odamlar biladi, kraska o'ziga har doim yongan narsani o'ziga qabul qilib oladi, qora tutunni. Uni hech qaysi ximikat bilan yuvib ketkazib bo'lmaydi degan gap eshitdim. Lekin qimmat ximikatlarni olib borib biz yuvamiz deb ketkazolmaganmiz. Ketkazib bo'lmas ekan. Endi men bu kraskada gugurt bilan yoqib ko'rdim. Va nam lattada artyapman. Oğlum. Oğlum. Hazır oğlum, hadi çıkalım. Hazır. Bir minut oğlum. Hadi şimdi video böyle. Bunu yaxshilab artsa, ketar ekan. Chunki men gugurtni yoqib, mashina qilib kuydirdim. Xohlasanglar sizlarga ko'rsatib o'taman. Adamana gurkut yoqdi. Yo'q, unaqa qilmaysiz o'g'lim. Ko'rdinglar a? Qora nima o'sha? Qo'listik nimadi? Namlatta bilan yuvsa ketar ekan. O'sha nimadi? Tavsiya qilaman, oshxonaga shunaqa kraskadan qo'yishinglarni, chunki yog' dog'larni umuman qabul qilmaydi. 100 talik javob. Tushunchi o'g'lim pastga? Suvni yoqib o'chiring. O'chiring. Yoqing. Ko'rdinglarmi? Rangini o'zgartirish xususiyatiga ham ega. Adamni o'chirib yoqishni o'rgandim. Yoqib o'chiring. Noodatiy qarachi bu kraska. Ko'rganlar voy, patologga nima qilding deydigan gapni gapira oladi. 100 talik.